O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi huzuridagi ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tasarrufidagi o'quv maskanlari o'quvchilari o'rtasida fan olimpiadalariga start berildi. Chinoz tumanidagi jarayonlar bilan muxbirimiz tanishtiradi. Tumandagi ixtisoslashtirilgan maktabda STEM fanlari bo'yicha olimpiadaning hududiy bosqichi o'tkazildi. Tadbirda mas'ullar so'zga chiqib, o'quvchilarga omad tiladi. Yurt ravnaqi, jamiyat taraqqiyoti uchun ularning mustahkam bilim olishlari, mukammal kasb egasi bo'lishlari muhimligi qayd etildi. Umumta'lim fanlari bo'yicha o'tkazilayotgan olimpiadaga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Buni isboti sifatida biz davlatimiz rahbari tomonidan 2024-yil 30 sentyabrda maxsus qarori bilan Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi huzuridagi fan olimpiadalari markazini tashkil etilganligini ko'rishimiz mumkin. Bir kun mobaynida maxsus o'sha reja grafik asosida fanlar kesimida o'quvchilar 30 ta testdan iborat bo'lgan topshiriqlarni bajarib olimpiadada ishtirok etishadi. Fanlar bo'yicha respublika g'oliblarini qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlash bilan bir qatorda o'sha agentlik huzurida tashkil etilgan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi sog'lomlashtirish oromgohida dam olish yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Ushbu olimpiada demak o'sha 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar, ya'ni o'sha maktabida g'olib deb topilgan o'quvchilar hududiy bosqichda ishtirok etishmoqda. Hozirda demak Toshkent viloyati bo'yicha 14 ta maktablardan, ya'ni ixtisoslashtirilgan hamda prezident maktablardan jami 800 dan oshiq o'quvchilar ishtirok etishmoqda. Prezident maktablari, ijod va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida o'tkazilayotgan olimpiadaning asosiy maqsadi STEM fanlar, ya'ni matematika, fizika, kimyo, biologiya, informatika va axborot texnologiyalari bo'yicha iqtidorli yoshlarni saralab olish va xalqaro tanlovlarga tayyorlashdir. Olimpiada davomida o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularni yuqori marralarga ruhlantirish maqsadida ota-onalar yigit-qizlarga dalda berib borishdi. Men farzandim Mirzanov Abduzohidni Nurafshon shahrida prezident maktab o'quvchisi, 6-sinf o'quvchisi. Shu olimpiadaga olib keldik. Bu olimpiada bilamizki, har yili tashkil qilinadi. O'tgan yil ham matematika fanidan ishtirok etyapti. Bu yil ham shu matematika fanidan. Maktab ma'muriyati juda ham chiroyli kutib olishdi. Badiiy chiqishlari, hamma narsa chiroyli tashkillashtirilgani. Bu farzandlarimizni olimpiadaga bo'lgan ishtiyoqini, hurmatini, ya'ni ham qiziqishlarini orttirishda o'z hissasini qo'shyapti deb o'ylayman. Shuningdek, tadbirning badiiy qismida kuy-qo'shiqlar va raqslar ijro etildi. Qatnashchilarga bayramona kayfiyat ulashildi. Ushbu tizimdagi ta'lim muassasalari uchun olimpiadaning keyingi bosqichi may oyida o'tkazilishi belgilangan. Keyingi tanlovlarda ham munosib ishtirokchilar qatnashishini, bu bilan salohiyatli yoshlar safi kengayishini kutib qolamiz.